Rosa chiroyli ko'ylaklar ekanki, lekin razmerlari kichkinada bularni. Standart razmerlarda chiqadi. Qani katta razmerlar bo'lsa, mazza qilib kiyardim. Men buni mana kiyib boqachi. Kiyib ko'ring. Qanaqa turar ekan, a? Rosa chiroyli ekan, lekin hech qaysi sig'mayapti. Hech qaysi ko'ylak to'g'ri kelmayapti-ya. Kechagina o'zi onamga tikkan ko'ylagi mini kursini sotib oldim-ku. O'shandan tikib bersam bo'lar ekan. Qarang, rosa chiroyli chiqibdi. Bo'larkan, shunaqa ko'ylak tiksa ham. Buni xohlasangiz oldingizga boylasangiz ham bo'ladi, xohlasangiz orqangizga boylasangiz ham bo'ladi. Oldiga boylay qolaqaylik, keling. O'zimga rosa yoqib ketyapti. Hech joyda yo'q bunaqa ko'ylak. Magazinlardan qancha qidirib topolmadim. Razmerim topilsa, fasoni yoqmaydi, fason topilsa, razmeri yo'q. Rahmat. Rahmat, boringizga shukr, o'zim kelinjonimdan. O'rgatgan ustozlaringizga rahmat. Bo'lar ekan, shunaqa bitta kursda shunaqa chiroyli ko'ylak tikishni o'rgatishdimi? Bitta kursda. Avvallari yillab yurishardi shogird tushishib. Voy rahmat, rosa chiroyli chiqibdi. Menga rosa yoqdi. Atigi 7 kunda o'rgatishdi oyijon. 7 kunda? Shuni aytmaysiz ham. Qachondan beri magazin yuribman. Endi bundan buyog'iga faqat o'zingizga tiktiraman.